Bola kechasi nega uxlamaydi? Keling sizga men bugun 5 ta sababini sanab beraman. Birinchi sabab bu uyqu rejimini yo'qligi. Uyqu rejimi juda ham muhim. Nimaga? Tushuntiraman. Chunki agar bola palapartish har kuni har xil vaqtda uyg'onib yoki har xil vaqtda obedda uxlab yoki har xil vaqtda kechqurun uxlaydigan bo'lsa, bolani miyasi bitta tartibga o'rganmaydi. Miyada tartibsizlik bo'lganda bo'lsa, bolani bu harakatlariga, поведенияsiga hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha bizda ozgina noto'g'ri tushuncha bor. Chaqaloqlar ko'p uxlaydi, bilasizlar. To есть mana yangi tug'ilgan boladan to bir 4-5 oy, 6 oygacha bolalar kunduzi ham, kechasi ham uxlayveradi, ko'p uxlaydi. Shuni natijasida bolalar o'ylashadi, ota-onalar o'ylashadiki, bolalar, katta bolalar ham 1 yoshdan oshgan yoki 8-9 oylik yoki 2 yoshli, 3 yoshli bolalar ham ko'p uxlash kerak degan tushunchani o'rganib qolishgan. Bunaqa narsa yo'q. Uyqu o'zi tug'ilgandan boshlab to 1 yoshgacha uyqu fazalari o'zgarib boradi. Hamma bolada har xil bo'lishi mumkin, individual bo'lishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqni oladigan bo'lsak, 22 soat, 20-22 soat uxlash kerak bo'ladi. 1 yoshli bolani oladigan bo'lsak, bu bola 8-10 soat uxlash kerak bo'ladi. Siz agar 1 yoshli bolani 20 soat uxlashini kutayotgan bo'lsangiz, bu uyqu rejimi yo'q degani. To есть siz bilib olishingiz kerak, qaysi bola qaysi yoshda qancha soat uxlashi kerakligini. O'shaning uchun eng birinchi o'rinda bu xatolikni qilgan ota-onalar bolasi uyqusi rejimi buzilib ketadi. 6 oylik bola bo'ladigan bo'lsa, opyatik yana 10 soatdan 18 soatgacha, 15 soatgacha, 10-15 soat o'rtacha hisobda uxlash kerak. Va bu soatlar, uyqu soatlarini eng katta qismi kechqurun bo'lishi kerak. Ya'ni kechki uyquga to'g'ri kelish kerak, kunduzgi uyquga emas. 1 oylik, 2 oylik bola shunaqa uxlaydigan bo'lsa, можно. Lekin 6 oydan oshgan bola kunduzi aktiv, kechasi ko'proq uxlash kerak. Ana o'shanda siz uyqu rejimini to'g'ri tartibga sola olasiz. Masalan, 1 yoshli bolaga uyqu rejimi qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz u bolani har kuni ertalab bir xil vaqtda turg'izishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni masalan, ertalab 7 da turg'izsangiz, 8 da turg'izsangiz bo'ldi. Shu tartib ketish kerak, o'zgarish kerak emas. Har kuni bir xil vaqtda turish kerak. Bugun 7 da turdi, ertaga 9 da turdi, uni ertasiga 10 da turdi, uni ertasiga soat 5 da turdi, 6 da turdi. Bu уже tartib yo'q, rejim yo'q degani. O'shaning uchun budilnik qo'yib, iloji bo'lsa bitta vaqtda 7-8 oralig'ini tanlab olib, shu vaqtda uyg'otishga harakat qilasiz. Uxlasa ham, uxlab olsin yoki kech yotdi, kech tursin degan narsalar bo'lmaydi. Bu tartibni nima bo'lgan taqdirda ham buzmaysiz bu rejimni. Keyin obedga borib, soat 8 da turgan bola obedga borib 5-6 soatdan keyin charchaydi. O'zi soat 12 da uyqusi kelgan vaqti bo'ladi. Buni sezasiz. Ozgina injiqroq bo'lib qoladi, ko'zlarini ishqalashi mumkin. Uyqusi kelganini bilasizlar ota-onalar. O'sha paytda uxlatasiz, например, 1 soat uxlatasiz. Endi u bolani o'zini потребностiga qarab. Ya'ni ba'zi bolalar 1 soat uxlasa, o'zini yaxshi kayfiyatda uyg'onishi mumkin, bu u bolaga yetishi mumkin. Ba'zi bolalar 1 soat uxlasa, injiq bo'lib, qaysar bo'lib, yig'lab uyg'onyaptimi, demak bu bolaga 1 soat uyqu kam bo'ladi. Uni siz yana 1 soatcha cho'zishingiz kerak bo'ladi. Bu obedga uyqu haqida gap ketyapti. Ya'ni 12 dan masalan 2 gacha uxlatasiz. 2 soat maksimum uxlagan bola 2 soatda o'zi to'yadi. 1 yoshdan katta bolalar shunaqa, o'zi 1 soat ham yetadi. Endi u bolani siz kechgacha uxlatishingiz kerak bo'lmaydi. Ba'zi ota-onalar, ba'zi emas, ayniqsa ko'pincha ota-onalar soat 11 dan 12 gacha uxlatadi, 2 dan 3 gacha uxlatadi, 3 da yana turadi-da, 5 dan 6 gacha uxlatadi. 5 soat kechqurungi 5 shomdan keyingi bu yog'iga bo'lgan uyqu уже kechqurungi uyquni cho'zib yuboradi soatini. Ya'ni soat 9 da uxlash kerak edi bu bola. Уже soat 5-6 da turgan bola 9 da uxlamaydi. Avtomatik bu 9 dagi uyqu уже 12-1 ga cho'zilib ketib qoladi. Mana uyqu rejimi nima uchun muhim deyiladi. Siz shunaqa soat strelkasini burib yormasligi uchun aynan bolangizning uyqu soatlarini bilib olishingiz kerak. Uyqu rejimi yo'q bo'lgan bola, uyqusi buzilib bo'lgan, uyqu tartibda katta bo'lmagan bola, yig'layveradigan, uyg'onaveradigan bola boshidan
qiynaladi tartibga o'rganishga, lekin siz nima bo'lgan taqdirda ham bu tartibdan voz kechishingiz kerak emas. Bir kun shu ishni qilasiz, sizga uxlamasligi mumkin, yig'lashi mumkin, injiqlik qilishi mumkin. 2 kun qilasiz, 3 kun qilasiz, oxiri bir hafta shu rejimni o'zgartirmay qivursiz, oxiri shu tartibga bola tushadi, o'rganadi. Уже bu tartibga tushgandan keyin siz hech qachon bu tartibni buzmang. Ozgina исключительный holatlar bo'lishi mumkin. 1 kun, 2 kun, lekin doimiy tarzda emas-da. O'shaning uchun bu juda muhim deyiladi. Endi uyquni yaxshi uxlamaydigan bolani uyqu rejimini tartibga solishi ertalab voqli uyg'otishdan boshlaydi. Kechqurungi, masalan, 12 da uxlaydigan bolani 9 dan uxlatishga harakat qilib boshlamanglar. Unaqa tartibga sola olmaysizlar. U невозможный narsa. Sizlar soat 12 da uxlasa ham, 1 da uxlasa ham, 2 da uxlasa ham, lekin soat ertalab bir xil vaqtda turg'izasizlar. 7 mi? 7 da turg'izasizlar. Bu soatni o'zgartirmaysizlar. Bolam kech yotuvdi, 2 da yotuvdi, 7 gacha 5 soat uxlayapti, yaxshi uxlamadi, hozir injiq qiladi, undoq qiladi deydigan bo'lsangiz, tartibga sola olmaysizlar. Nima bo'lgan taqdirda ham, necha soat uxlasa ham bir xil vaqtda turg'izasizlar. Ana o'shanda o'zi obedga uyqusi surilib, kechki uyqusi ham surilib tartibga solinadi. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo telefon va multfilmlar. Endi nima uchun telefon va multfilmlar, televizorlar ekran zarar deyiladi? Chunki aynan bizda organizmda uyqu oldi gormoni, ya'ni melatonin gormoni ishlab chiqarilishi kerak. Bizi miyamizni uyquga, chuqur uyquga ketishi uchun. Bu melatonin gormoni har doim qorong'ulik bo'lganda, qorong'i tushganda, xona qorong'i bo'lganda, to есть yorug'lik bo'lmaganda, spishka bo'lmaganda ishlab chiqariladi. Siz bolaga spishka berib tursangiz, yorug'lik tushib tursa, ekranga qarab tursa yoki telefon ko'rib uxlab qoladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda bu bolada melatonin gormoni ishlab chiqarilishi buziladi yoki kam ishlab chiqarilishi boshlaydi. Bu bola o'zi, masalan, samostoятельно uyqu kelib uxlamaydi. Siz kutaverasiz, majburlikdan uxlab qoladi. Bu bolani kechqurungi uyqusi ham yaxshi bo'lmaydi. Nimaga? Chunki aynan o'sha uyqu kelib turgan paytda, masalan, sizlar rejimga qo'ydinglar-da, soat 9 da bu bolaning uyqu rejimi kechqurun uxlash kerak. Aynan shu 9 ga yaqin avtomatik уже nerv sistemasi, endokrin bezlar melatonin gormoni ishlab chiqarilishi boshlaydi organizmda. Chunki уже nerv sistema biladi, soat kechqurun 9 bo'ldi. Bu organizmi bu bolani uyquga tayyorlashim kerak degan narsani biladi. Endi o'shaning uchun melatonin gormoni ishlab chiqarilishi boshlaydi. Endi siz bu gormonni tashqi omillar, tashqi ta'sirlar bilan kamaytiradigan bo'lsangiz, bu uyqu fazalarini buzilishiga sabab bo'ladi. Uyqu fazasi buzilgan bola uyg'onaveradi, injiq bo'ladi, yaxshi o'smaydi, ertalab kayfiyati yaxshi bo'lmaydi, ishtahasi yaxshi bo'lmaydi, ovqat yemaydi, etagdali ketaveradi. O'shaning uchun gormonlar ham juda muhim. Melatonin gormoni ayniqsa muhim. Siz tashqaridan bu gormonni kamaytirishga emas, naborot, normalniy ishlashiga yordam berishingiz kerak. Shuning uchun agar bolanglar kechqurun yaxshi uxlashni xohlasanglar, 1 soat, 2 soat oldin, uyqu vaqtiga yaqin 1 soat, 2 soat oldin telefon, televizor ko'rsatmaganinglar ma'qul. Endi 3-sababga keladigan bo'lsak, 3-sabab bu aynan kechqurungi uyqusida yoki kunduzgi uyqusidan oldingi haddan tashqari kuchli stimul, ya'ni stimulyatsiya berish. Uyqudan 1 soat oldin bolalarni tinchlantirish kerak, pakoy berish kerak. Ya'ni o'sha uyquga tayyorgarlik ko'rish kerak. Bola, katta odam shunday yotib, qotib uxlab qolishi mumkin, lekin bolada unaqa narsa bo'lmaydi, chunki bola uxlashim kerak degan narsani hali kichkina bolalar tushunmasligi mumkin. Shuning uchun siz qanaqa tushuntirasiz bu bolaga uxlash kerakligini? Uyquga tayyorgarlik yo'llari bilan tushuntirasiz. 1 soat qoldi uyquga, bo'ldi. Siz hamma narsani yig'ishtirasiz, bolani tinchlantirasiz, asalim, shakarim, opog'im deb yaxshi gaplarni gapirasiz, sekin gapirasiz, muloyim bo'lasiz. Tishimizni yuvamiz, pijamalarni kiyamiz, o'sha o'rinlarimizni ochamiz, yastig'i bo'lsa yastig'ini quchoqlaymiz, qaysidir o'yinchog'i bo'lsa o'yinchog'i. To есть bu uyquga tayyorgarlik, podgotovka deyiladi. Shu ishlarni sekin-sekin qilasiz va keyin bolani yotqizasiz. Ana o'shanda bu bola spokойный uxlaydi. Lekin siz bolani qanaqadir o'yinlar o'ynayapsiz, sakrab yuribdi bola, divandan divanga sakrab yuribdi, siz davay ketdik uxlashga.
yo'q, unaqa bo'lmaydi. U bolani siz sakrab o'ynab hozir adrenalinlar endorfinlar ajralib xursand emotsiyadagi bolani miyani birdaniga uyqu rejimiga o'tkazib o'chirib qo'ya olmaysiz. U bola o'sha sakrab o'ynab yurgan bola endi masalan 9 daqiqa oldin tinchlanish kerak, oldin nerv sistema tormozaющий sistema ishga tushib tormozlab bu bolani ajralgan adrenalin endorfinlari qondan sekin kamayib tinchlanib undan keyin uyquga tayyorgarlik kerak bo'ladi. Bu sizda agar kech bo'ladigan bo'lsa opyastiki yana sakrab yurgan bola 2 soatdan keyin uxlashga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun yana uyqu soati kechikib ketadi. Shuning uchun uyqu rejimi bor bolalar, uyqu rejimida katta qilayotgan ota-onalar biladi, soat 9 da meni bolam uxlaydi. O'shaning uchun men soat 8 dan o'sha tayyorgarlik ko'rishim kerak. 8 da o'sha sakrab o'ynab yuribdimi, bo'ldi bolam, ke asal bolam, o'tiramiz, tinchlanamiz, suv ichamiz, tishlarimizni yuvamiz, pijamalarni kiyamiz, to есть опять yana shu podgotовка ketadi. O'shaning uchun bu ham juda muhim sabablardan hisoblanadi. 4-inchisi bu ota-ona odatlari, ya'ni bolani uxlatish uchun qandaydir bir o'rgangan odatlari. Masalan, kimdir oyog'ida tebratadi yoki qo'lda ko'tarib uxlatishga harakat qiladi, yoki suv berib, yoki sut berib, yoki shirin choy berib, yoki uxlashdan oldin ovqat yedirib, shunga o'xshagan odatlar. Bu odatlar bolani nima uchun uxlash kerak yoki samostoятельно o'zi mustaqil uxlashi kerakligi bo'lgan tushunchani tushunishiga xalaqit qiladi. Chunki bola yoshligidan boshlab o'zi tushunib yetishi kerak. Shu soat vaqti bo'ldi, kechqurun qorong'i tushdi. Demak, uxlash kerak degan narsani, tushunchani yoshligidan bilish kerak. Bu odat bo'lishi kerak bolaga. Bu odatni siz tug'ilgan boladan boshlab shakllantira olasiz. Chaqaloqligidan, даже роддомdan boshlab shakllantira olishingiz mumkin. Ya'ni bu bolani olasiz, srazi tebratib, oyoqda, qo'lda, lyulkada, kalaskada uxlatishga harakat qilmasdan, o'sha vaqti rejimida harakat qilib, uyqusi kelayotgan bolani tinch qo'yasiz. Shunday yotqizasiz, yonboshlatib yotqizib, ozgina shunaqa teginish harakatlari bilan ham uxlatsangiz bo'ladi, yokida bolani ozgina unaqa qattiq darajada emas, ozgina qimirlatish bilan faqat qo'lda emas, o'sha o'zini kravatida, beshigida, o'zini lyulkasida, qayerda o'zini alohida joyida yotishi orqali uxlatiladi. Siz agar qo'lga olib, qo'lga постоянно uxlatadigan bo'lsangiz, bu bola sizga katta bo'lgandan keyin faqat qo'lda uxlaydigan bo'ladi. Chunki o'sha narsaga o'rgangan bo'ladi. Masalan, bitta hayvonni oladigan bo'lsangiz ham, mushukni ham bitta joyga borib uxlasa agar bo'ldi, siz in olib bersangiz ham masalan o'sha yerga borib uxlayveradigan bo'lib qolishi mumkin. To есть bu odat, bu odatlar ham hayvonlarda ham insonlarda bo'lishi mumkin. Bu instinkt bo'lishi mumkin. Bu refleks bo'lishi mumkin. Bolalarda asosan ong orqali emas, shu instinktlar, shu reflekslar orqali boshqariladi. Siz bu refleksni boshidan, chaqaloqligidan shakllantira oladigan bo'lsangiz, katta bo'lganda qiynalmaysiz. Shuning uchun tug'ildi bola, qo'lga olib uxlatavermaymiz. Qolgan payt, uyg'oq payt qo'lga olib, o'ynatib, xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Qo'lda ko'tarib yuring xohlasangiz, farqi yo'q. Lekin uxlayotgan paytda o'sha yerga qo'yamiz, postelga qo'yamiz, o'zini kravati, o'zini kravatini hidi, o'zini postelini hidi, o'yinchog'i bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'yinchog'ini hidi yoki onasi yonida yotadigan bo'lsa, shu onasini hidi bilan o'zi uxlashga o'rganadi. Agar siz tebratib uxlatishga, qo'lda uxlatishga, biron bir narsa ichirib, yedirib, ovqatlantirib uxlatishga o'rgatadigan bo'lsangiz, bu odat tusiga kiradi, bu privichka bo'lib qoladi. Keyinchalik bu bola shu privichkadan ketishi qiyin bo'ladi. Masalan, oladigan bo'lsa, anaqa chakadigan insonlarni oladigan bo'lsa, chakishni tashashga juda ham qiynaladi. Nimaga? Chunki xumor tutadi. O'sha narsa xumor bo'laveradi. Chunki privichkaga aylanib qolgan. Shu narsani qilaveradi. Bolalar ham nimadir sut ichib uxlayveradigan bo'lsa, siz keyin o'sha sutni bermaydigan bo'lsangiz, u shu sutga nisbatan xumor tutadi. Chunki shuni ichsagina uxlaydi degan narsa nerv sistemasiga o'rnashib qolgan bo'ladi. O'sha narsa xumor deyiladi. O'sha narsa privichka deyiladi. O'shaning uchun siz bu narsalardan yiroq bo'lishingiz kerak. U shuni qilsam faqat uxlayman degan narsani bola o'rganib qolish kerak emas. Naborot bola vaqt soati keldi, hech nima bo'lmasa ham, lekin baribir uxlashim kerak degan narsani tushunib yetish kerak. Ana o'shanda siz
qiynalmasdan bu bolani uxlatasiz. Ana o'shanda siz bu bolani to'g'ri uxlatasiz. Va bu bola uyqu sifati yaxshi bo'ladi. Har uyg'onganda, masalan, kechasi bu bola shu bitta uxlab olgungacha nimadir ichib, nimadir privichka qilib uxladi, tebratib. Keyin yana kechasi yana uyquni orasida uyg'onishi mumkin-da bolalar. Yana bitta uyg'onganda siz uni yana tebratishingizga to'g'ri kelib qoladi. Yana qaytadan uyquga kirish uchun. Yoki yana o'sha sut ichishiga to'g'ri kelib qoladi, shu yana qaytadan uyquga kirish uchun. Chunki shu narsaga nerv sistema o'rganib qolgan bo'ladi. Siz u bolani hech nima qilmasdan prosta yotqizib, abolatib, alla etib yoki nimadir qilib uxlatishga o'rgangan bo'lsangiz, keyin bu bola yarim kechasi masalan soat 2 da 3 da uyg'onadigan bo'lsa, bu bolani keyin siz bemalol yana qanaqa boshda uxlatdingiz, xuddi shunaqa uxlata olasiz. Sizdan hech nima talab qilmaydi u bola. Chunki u narsaga o'rganmagan. Prosta ko'zi ochilib ketsa ham, uyg'onib ketsa ham, yana uxlashim kerak degan narsani tushunib, o'zi yana yotib uxlashga o'rganadi. Va oxirgi 5-sabab bu nevrologik omillar. Nevrologik omillar bo'lishi mumkin normal holatda, bo'lishi mumkin patologik holatda. Hozir normal holatda sizlarga tushuntirib beraman. Har bitta bolani miyasi, nerv sistemasi o'zi individual bo'ladi, alohida bo'ladi. Qo'shnini bolasi shuncha soat uxlayotgan bo'lsa, sizni bolangiz shuncha soat uxlashi kerak degan narsa yo'q. To есть bu sizni bolangiz uchun aynan shunaqa standart qolib degan narsa yo'q. Sizni bolangiz balkim kamroq soat uxlasa shu uyquga to'yar. Qo'shninning bolasi uzoqroq uxlar, uyquchandir, 10 soat uxlash kerakdir, shunda ham balkim uyquga to'ymas. To есть bu degani nerv sistema hamma insonda har xil ishlaydi degani va sezgirligi ham har xil bo'ladi. To есть sizni bolangiz masalan tiq etsa turib ketadigan, uyg'onib ketadigan shovqinligi reaksiyasi kuchli bo'lishi mumkin, refleks kuchli bo'lishi mumkin. Lekin qo'shninning bolasi bomba otsa ham masalan turmasligi mumkin. Uni shunaqa uxlasa yaxshi, sizni bolangizdagi uxlasa yomon degan narsa yo'q. Bu bola ham nerv sistemasi yaxshi dam olayotgan bo'lishi mumkin, yaxshi uxlayotgan bo'lishi mumkin. Даже shu tiq etsa ham turib ketgan bola bo'lsa ham, baribir u bola nerv sistemasi dam olishga ulgurgan bo'lishi mumkin. Masalan, agar bu o'zi individualniy sababi. Yana bitta boshqa sababi bu uyqu fazalari. Ya'ni o'zi uyqu fazasining 4 fazasi bo'ladigan bo'lsa, shu uyqu fazalari bir-biridan o'tib boradi. Ya'ni birinchi faza uyqu bo'ladi. Bola uyquga kirish fazasi. Ikkinchi uyqu faza bo'ladi. Ikkinchi uyqu faza 3 ga o'tadi. 3 4 ga o'tadi. 4 va yana 1 ga aylanib keladi. Shunaqa qilib bu uyqu fazalari bir-biridan o'tib, mana shu 8 soat davomida uyqu fazalari bir-biri almashib turadi. Shu uyqu fazalari bir-biriga o'tib almashayotgan paytda sizni bolangizni uyqusi buzilib qolishi, uyqudan uyg'onib qolishi yoki shu siz o'sha aynan uyqu fazalari almashayotgan paytda shu tiq etgan shovqini shunga to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bola uyg'onib ketishi mumkin. Lekin siz u bolani yana qaytadan o'sha birinchi uyqu fazasiga kirgizib, uyqusini yana tiklab ola olasiz, yana uyg'otib keta olasiz. Yana o'sha aytgan gapim, faqat qandaydir privichkalasiz, to есть odatlasiz. Bu kechqurun turib emadigan bolalardan mustasno bundan. To есть mana 2 yoshgacha bolalar kechqurun turib uyg'onishi, emishi bu normal holat. Lekin o'sha 2 yoshdan oshgan bolalar hadib shu uyqu fazalarining o'rtasida buzilaverishi bu noto'g'ri holat. Masalan, sizni bolangiz 2 yoshdan oshgan, uxlayotdi, birinchi uyqu fazasidan 2 ga o'tdi, 2 dan 3 ga o'tdi, 3-uyqu fazasida uyg'onib ketdi. Nima uchun uyg'onib ketdi? Chunki siz o'sha har soat masalan 10 da uxlagan bola 2 da siz turib sizdan sut so'rashiga, suv so'rashiga o'rganib qolgan bola, nerv sistema, "Voy, to'xta, vaqti bo'ldi, soat 2 bo'ldi. Uyg'onishing kerak, sut ichishing kerak" degan narsaga o'rganib qoladi. O'sha vaqti bu bolani o'sha uyqu 3-chuqur uyqu fazasiga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Lekin shunda ham nerv sistema buni uyg'otadi. Nimaga? Chunki nerv sistema uchun siz har kuni bitta ishni takrorlayverib, odat qildirib qo'ygan ishingizni nerv sistema shuni qabul qilib oladi. Chunki siz masalan, agar har kuni ertalab bomdod namoziga budilnik qo'yib turaversangiz, bir hafta shunaqa qilib tursangiz, bir haftadan keyin budilnik o'chirib qo'ysangiz ham avtomatik o'sha soatda uyg'onasiz. Nima uchun? Chunki sizning nerv sistemangiz shunga o'rgatildi bir hafta davomida.
shu soat 5 bo'ldi, davay bo'ldi, уже tur degan narsa nerv sistema beradi. Bolalarda ham xuddi shunaqa. Siz 2 yoshdan oshgan bolani agar har 2 soatda uyg'otib, sut beraveradigan bo'lsangiz, suv beraveradigan bo'lsangiz, ovqat beraveradigan bo'lsangiz, buni nerv sistemasi soat 2 bo'ldi, o'zi uyquda bo'lish kerak bu bola. Lekin nerv sistemasi o'ylaydi, u bola och qoldi yoki yo'q, bola sutini ichishi kerak degan narsa qabul qilib qoladi. O'shaning uchun siz bolani uyqu fazalariga aralashmasangiz, tashqaridan qanaqadir odatlar kirgizmasangiz, bu nerv sistema o'zi uyqu fazalarini o'zi kontrol qiladi. Masalan, uyg'onib ketsa ham o'zi yana qayta joyiga tushirib yuboradi. Bu normal, sog'lom bolani miyasini uxlash soati va uyqu fazalari bo'ladi. Bu uyqu fazalari ne to'g'ri bolalarda, kattalarda ham bo'ladi. Lekin kattalar sizlar masalan agar kechqurun 2 da uyg'onib ketsanglar, sraz yugurib borib xolodilnikni ochib ovqat yeyotgan bo'lsanglar, bu normal holat. Bu normal holat emas. Sog'lom odam uyg'onib ketsa soat 2 da kechasi yana uxlashim kerak deb, yana o'zini uyquga solib, yana o'zi uxlab ketishi kerak. Bolalar ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Bola ham siz uyg'ondi, sraz qanaqadir cho'chib uyg'onib ketdi fazalarini orasida-da, siz sraz bu bolaga ovqat tiqyapsiz. Bu noto'g'ri narsa. U bola prosta uyg'onib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki mayli bo'lsa chanqab uyg'ongan bo'lishi mumkin. Mayli siz aytgandek shovqinga uyg'ongan bo'lishi mumkin. Uyqu fazalari o'zgarayotganda nerv sistemasida qanaqadir bir возбуждающий, qanaqadir spishka bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz uni sraz oshqozonini to'ldirish, ovqat bilan yopish kerak. Bu bola qorni och bo'lgani uchun turdi deb o'ylamang. U qorni ochligi uchun uyg'onib, unga ovqat berayotgan bo'lsa, u noto'g'ri bo'ladi. Siz tinch qo'ying nerv sistemani. Bu normal holatdagi ba'zi uyquni juda ham sezgir uxlaydigan bolalar haqida edi. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman shu o'rinda. Bitta bola masalan 8 soat uxlash kerak degan narsa yo'q. U narsani noto'g'ri tushunmanglar. Sizni bolangiz 8 soat uxlashi mumkin. Buning uchun u yetadi. Agar sizni bolangiz masalan kuni bo'yi uxlamadi yoki kunduzi faqat 1 soat uxladi, kechasi ham masalan soat kechqurun uxladi, 10 da uxladi-da, ertalab voqli turib oldi, azonda masalan 5 da, 6 da turib oldi, kam uxladi deb o'ylamang. Demak, bu bolani miyasi uchun bu uyqu soati yetyapti. Agar bola uyg'onib ketsa ham, yaxshi kayfiyatda uyg'onsa, ishtahasi bor, ovqat yeyman deyapti, oyi turing deyapti, o'ynayman deyapti va yaxshi kayfiyatda turib yugurib ketyapti. Demak, bu nerv sistema uyquga to'ydi degani. Kunduzi ham xuddi shunaqa. Siz bolangizni soat 12 da uxlatdingiz, lekin 12 dan 1 gacha emas, например, 12:30 gacha uxladi, yarim soat uxladi yoki 20 minut uxladi deylik. Demak, bu bola shu 20 minutda uyqusi to'ldi. Ya'ni bu uyqu soati unga yetarli bo'ldi. Agar bola shu 20 minut ichida yaxshi kayfiyatda tursa, ovqat so'rasa, suv so'rasa yoki o'ynab ketsa, asabiylashmasa, yig'lab, uyqusirab, ovqat yemayman deb qanaqadir bir isterikalar qilmasa, bu bola uchun 20 minut yetyapti, bo'ldi. Bu bolani yana qaytadan uxlatishga majbur qilmanglar. Bu bola yana qaytadan uxlatishga majbur qiladigan bo'lsangiz, o'sha keyingi turganda o'sha alaqsirab, uyqusirab, xohlamagan uyqu bo'lib qoladi. Siz majbur qilgan uyqu bo'lib qoladi. Unaqa qilmanglar. Keyin gazeta yana 2-3 soatdan keyin o'tib, soat 3larda, 4larda yana bir 20 minut uxlatib qo'ysanglar bo'ladi, to kechqurungi uyqugacha agar charchab qoladigan bo'lsa. Agar bo'lmasa kunduzini o'zidagi uyqusi bilan kechasi soat 9-10 gacha yuradigan bo'lsa, bu bolaga tegmanglar. Shunaqa uyqu soati buning uchun yetarli bo'ladi. Buning uchun norma bo'ladi. Bitta bola uchun 1 soat uxlash kerak, 2 soat uxlash kerak, 8 soat uxlash kerak, 10 soat uxlash kerak degan norma yo'q. Har bitta bola individual va siz onalar bu bolaga o'zingiz tashqaridan kuzatib turib, shu uyqu soatlarini belgilab, shu uyqu rejimini belgilaysiz. Endi patologik holatlarga keladigan bo'lsak, agar siz quyidagi sanab o'tilgan shu 5 ta omilni hammasini qildingiz, shu tartibda olib boryapsiz, to'g'ri rejimda olib boryapsiz, aytgan maslahatlarimizga hammasiga kiryapsiz, lekin baribir bolada uyqu buzilishini kuzatyapsiz. Qanaqa uyqu buzilishlari? Ayniqsa kechqurungi uyqu buzilishlari. Birdaniga cho'chib uyg'onib yig'lashlar. Ko'zi yumuq bo'ladi, lekin yig'layveradi, hech nimaga ko'nmaydi, itarib tashlaydi. Nima bersangiz ham ovunmaydi va uzoq vaqt yig'laydi. Masalan, 1 soat, 2 soat tinimsiz yig'layapti. Va undan tashqari yana masalan, agar spakoyni turib, g'inshib, nimadir so'rab turmayapti-da,
birdaniga cho'chishlar uyqusida cho'chishlar bo'lib turib, keyin birdaniga yomon tush ko'rgandek baqirib turib uyg'onib ketib, keyin yana uxlashlari. Agar shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, unda albatta nevrolog mutaxassisiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu nerv sistemasini o'zini alohida patologik kasalliklari sababli buzilgan uyqu bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sanab o'tilgan sabablardan, omillardan tashqari. Va mana bu eng oxirgi holat davolaniladi, to'g'ri. Lekin bu 5 ta omil agar ishtirok etmayotgan bo'lsa, lekin sizda shu 5 ta omil bor va siz buni как будто uyqu buzilishi deb o'ylab davolayotgan bo'lsangiz, siz unda noto'g'ri qilayotgan bo'lasiz. Chunki bu yerdagi hamma omillardan sakrab o'tib, mana patologik holatni davolayotgan bo'lasiz. Aslida bu patologik holat bo'lmasligi mumkin. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Faqatgina to'g'ri taktika bilan bu bolani uyqusini to'g'ri sog'lom uyqu qilib olishingiz mumkin. Yana nima uchun biz aynan uyqu temasini birinchi bo'lib tanladik va nima uchun uyqu muhim deb sizlarga eslatma beryapmiz? Uyqu rejimi, bolani uxlashi muhim deb ta'kidlayapmiz. Chunki o'sayotgan bola, ayniqsa 1 yoshdan katta bola, chaqalon 1 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda, podrostkgacha bo'lgan bolalarda uyqu judayam muhim. Ayniqsa ovqatdan ham ko'ra ko'proq uyqu muhim. Nimaga? Chunki bola uyquda jadal rivojlanadi, jadal o'sadi. Ya'ni bola kuni bo'yi, masalan, kunduzi atrof muhitdan o'rgangan ko'nikmalarini chuqurlashtirish uchun yoki biron yodlagan she'rini, so'zini o'ylagan, masalan, bitta o'sha ona degan so'zini ham eslab qolishi uchun va shuni o'rganishi uchun miyaga uyqu muhim, zarur. Chunki aynan uyquda siz kuni bo'yi o'rgangan ma'lumotlaringiz uyquda analiz sintez bo'ladi va chuqur joylashadi va bu narsalarni nerv sistemi saramjonlashtirib boradi. Chunki kuni bo'yi bolalar ham, kattalar ham har xil informatsiyalar qabul qiladi. Hamma yoqda nerv sistemasiga informatsiyalar kirib keladi, lekin bu nerv sistemasidagi bu informatsiyalar juda ham tartibsiz holatda bo'ladi. Qachon uni tartibli oladi? O'sha kunni olgan informatsiyalar o'sha kuni uxlasa, uxlagandan keyin bu tartibsizlik tartibga aylantiriladi. O'shaning uchun bolangiz gapirmayaptimi, o'qishda orqada qolyaptimi, yaxshi bitta narsani o'zlashtira olmayaptimi, o'ylab ko'ring, demak uyqusida muammo bo'lishi mumkin. Chunki o'rgangan narsasini sizga ertasi kuni qayta yodlab berish uchun обязательно bu bola yaxshi sifatli uxlab turishi shart. O'shandagi nerv sistema sizga siz xohlayotgandek ishlab beradi. Farzandingizni salomatligiga bee'tibor bo'lmasligi uchun bizga obuna bo'ling va shunda keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz.